Joriy yilning 14-fevral kuni davlatimiz rahbari yoshlar bilan muloqot chog'ida oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari bandligiga ko'maklash maqsadida yangi tizim qilish topshirig'ini berdilar va ushbu maqsadda Kelajakka qadam dasturi amalga oshirildi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda O'zmilliy bank zimmasiga yuklatildi. Hozirgi kunda Kelajakka qadam dasturi bitiruvchi yoshlarga keng imkoniyatlar yaratib, ularni tadbirkorlikka jalb qilish va ularni bevosita kafolatlangan ish o'rinlariga ega bo'lishiga ko'maklashishni ko'zda tutgan. Joriy yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini 10 mingga yaqin bitiruvchilar tamomladi. Oliy ta'lim muassasalari ichida tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha yetakchi hisoblanib kelmoqda. Bugungi kunda iqtisodiyot universitetida 40 dan ortiq bitiruvchi kurs talabalarini biznes loyihalari 7 milliard so'mdan ortiq moliyalashtirilgan va yosh tadbirkorlar tomonidan 100 dan ortiq ishchi o'rni yaratib, ular o'z faoliyatlarini davom ettirib kelishmoqda.